Assalomu alaykum. Bugungi sonimiz marketingdan gaplashamiz podkastining ikkinchi soni bo'ladi va mezbon sifatida Ro'ziboy Assalomu O'ktamovich alaykum. va mehmon spiker sifatida Husniddin Karimovlar ishtirok etadi. Assalomu alaykum hammaga. Bizning birinchi sonimizdan yoki mediadan yaxshi biladiganlar bo'lishi mumkin. Bu o'sha ikkinchi son. Ro'ziboy EMC marketing agentsiyasini asoschisi va ijrochi direktori hisoblanadi. Ikkinchi mehmonimiz esa Mumi Group logistika kompaniyasining asosiy marketologi Husniddin Karimov bo'ladi. Bugungi sonimizda outsourcing haqida gaplashamiz, ya'ni media marketing xizmatlarini outsourcing ishlatgan ma'qulmi yoki-da in-house tashkil etishmi? Bu narsalarning afzalliklari va kamchiliklarini bir xato ko'rib chiqamiz. Bundan oldin esa biz o'zimiz hozir qisqacha tanishtirib o'tadigan bo'lsak, Ro'ziboydan boshlaymiz. Assalomu alaykum. O'zi avvalgi sonda o'zim tanishtirib edim. Adım Ro'ziboy, marketologman, 5 yildan beri. Hozir EMC marketing agentligining asoschisi va rahbariman. Ikkinchisi mehmon spikerimiz Husniddin Karimov. Assalomu alaykum hammaga. Yana bir bor ismim Husniddin, marketologman. Shu Ro'ziboy aytganning shu bizning ham shu 5 yilga qarab shu sohada, media sohasida yurganimizda 5 yil bo'layotir. O'zi Ro'ziboy bilan birga girganmiz bu sohaga. Universitetda marketing yo'nalishida bir o'qiganmiz. Dan girganmizda. Adashmasam sizlar Xorazmda Urganch universitetida birinchi qaldirg'aysizlar marketing bo'yicha bitirib chiqqan shunday. Shunday marketing desam bo'ladi. Marketing bo'yicha bakalavriat yo'nalishida birinchi bitiruvchilaridan biz bo'lamiz. Qisqacha subtitr diplomli marketologlar. Hozirda 2,5 yildan beri Mumi logistika kompaniyasida marketing bo'limida ishlab keltirman. 2024-yildan 2025-yilgacha SMM menejeri, 2025-yildan hozirgacha marketing bo'limi rahbarida ish faoliyatimni yuritib keltirman. Bundan tashqari marketing bo'yicha magistrlik darajani ham hozir bu yil bitiraman. Yaxshi. Adashmasam bu oraliqda data o'quv markazidan SMM mentorligidan dars bergansiz. Shunday. 2024-yil sentyabr oylaridan shu 2025-yil aprelgacha dars berganman. Umumiy bir 45-50 yaqin o'quvchi chiqarganman. Ya'ni Xorazm bozorida yurib turgan yaxshi SMM menejerlar yoki bo'lmasa SMM ishlarni qaysilarini ustozsiz? Endi boshlangan ustozimiz. Ko'pchiligining ustozi desam ham bo'ladi Husniddin. Ro'ziboy siz aytgan bo'lsak, oxirgi vaqtda mediada ko'p ko'rinishlar berib boshladingiz. Uning sabablari ijobiymi? Sabablari kerakligi uchun aytibman to'g'risi. O'zim bilasan-ku Husniddin, masalan sen bilasan, introvert odamman, lekin sohama kerak bo'lgani uchun chiqib yuribman. Faqatgina ma'lumot yo bo'lmasa o'zim shaxsiy fikrlarim marketing, media boshqaruv bo'yicha soni olib chiqib yuribman. Aynan shu narsa introvert insonlarni mediaga olib chiqish qiyin hisoblanadi. Shuning uchun so'ragandim savolni. Ya'ni zamon shu narsani talab qilib qo'ydi. Introvertmi yoki ekstravertmi nima bo'lishidan qat'iy nazar, hozirgi zamon talabi mediadan yoki marketingdan aynan shu ommaga chiqishni talab qilib turibdi-da. O'zi shu introvert deganlik tushunchasi ham men nisbiy deb o'ylab yuribman hozir. To'g'ri, tug'ma odamlar bo'ladi, bir ikki ko'p gaplikdan, lekin masalan men 4 yil burun вообще hech kimga so'zlamadim. So'zlasam 2 kundan keyin so'zlarim donishgandan keyin harakat qilsang sal yo'qolib boradi ekan bu narsadan. Hozir menimcha bir toza kurka borqazam 15-20 minut ichida moslashib eng ko'p gaplikdan bo'lib turaveradi aslida. Lekin Ro'ziboyning hozir gaplari bozorda trend tepdi. Oxirgi vaqtlar media bozorida marketingda o'rtacha xizmatlar narxini qimmatlatish kerak degan gaplar ko'p quloqqa eshitilib qoldi. Ro'ziboy degan bola chiqibdamish, EMC marketing agensiyasi bozor narxlarini sindiradimish. Sindiradi ham. Ya'ni narxlar qaysidir ma'noda qimmatlashi kerak degan gaplar Ro'ziboy tomonidan ko'p e'tirof etilmay qoladi. Buning sabablari nima? Uning sababini bilmayman. Shaxsiy fikrim bo'lgan bo'lishi mumkin. Ya'ni berib turgan qiymatga nisbatan odam o'zini maosh oladi, to'g'rimi? Masalan, men Husniddinga qandaydir qiymat bersam, shuning uchun men o'zimga maosh olaman.
Agarda marketologlar ham Xorazmda hozir ancha ko'p, yaxshi, hammasi danishlarim, to'g'risi yaqinda danishdik. Avval o'zim introvertligim tufayli hech kim bilan danishmaganman. Yaxshi bolalar bor, lekin qaysidir momentlarda majbur qolib turibdi, shu narsadan pul topolmay chetaga ketib turibdilar. Endi chetaga ketib turibdi, yo sohani o'zgartirib turibdi, boshqa o'qituvchilikka o'tib ketib turibdi. Вообще-то sohani shu bolalar yo'q bo'lib qolishi mumkin. Bu balonni tuttirish uchun ko'proq baribir moddiy ularga qiymat kerak. Shu marketingni o'zidan ko'proq pul topishi kerak. Pul topish uchun o'zini qiymatini qimmatlatish kerak. Agarda ishlash turgan odamlar shuni shunday qiymat berib bilsa, shunday narsa aytganman men menimcha. Ya'ni Sveta aytayotgan narsa narxlarni qimmatlatish kerak, bozor yaxshi mutaxassislarni o'zi filtrlab oladi degan. Yaxshi ijobiy. Lekin meni yana bir fikrim, agarda mutaxassis endi bozorga to'g'ridan-to'g'ri kirayotgan bo'lsangiz, mut ishlash kerak. Mut ishlagan odamning xatolariga kechiriladi shuning uchun. Bo'lmasa, aplab bilsang, unda ham pulga ishlasa bo'ladi. Yoki qimmat ishla yoki mut ishla asosida. Mut ishla degan sababi, men masalan qandaydir yerda bepul ishlasam va men xato qilib qo'ysam, men bepul ishlab turganligim tufayli men xatolarim kechiriladi va yana boshqa narsalarni tez tatib ko'rib bilaman, shuning uchun aytdim. Shunda umumiyda necha yildan beri ishlaysiz Husnda? Umumiyda 2,5 yil bo'layotir. 2,5 yil. Shunda iqtiboslarda keltiriladi, biror bir sohada professional bo'lish uchun 3000 soat vaqt sarflash kerak degan narsalar. Shunda polniy logistikada marketingning shefiman deb aytib bilasizmi? Aynan bu sohada nima marketingda shef deb logistika tracking bo'yicha marketingda shefman deb aytib bilmayman, lekin qandaydir darajada o'zimga yarasha bilmim, tajribam bor bu soha bo'yicha. Shu men javob bersam bo'ladi. O'z Xorazmda logistika yo'nalish bo'yicha marketologlar menimcha kam SMM'ni yuritib yurganlar bor, lekin bilganlarim orasida eng yaxshi Husniddin nechun bunday tursan deyish mumkin. Endi men o'z odatda hech kimni maqtamayman, kibrli odamman. Bir misol, ozgina vaqt Husniddin yonida ishladim. O'z ko'p ishlaymiz. Shu logistika yo'nalishida ham ishladik. Shu vaqtimda nechik soha ekan bu, men ham o'ldirib beraman-ku, shuncha narsa bilaman dedimdan target yoqib ko'rdim. Targetim natijasi, masalan, Husniddin o'zi yoqib urganda Amerika bo'lgani uchun 6-7 dollardan bir lit tushib turadi. Endi u men tushirganim arzon-ku O'zbekistonda. Keyin undan yaxshi aytaman deb где-то endi aytishni chalim to'g'ri gapni $700 degan pulni 2 kunlik targetning ichida havoga so'rverdim. Ya'ni test etib ko'rdim, $20 target yoqib turibman. 35-40 prosmotr o'tiribdi, oddiy prosmotrda o'zi. Keyin xato o'tiribdi dedimdan 60 ga chiqardim kunlik. Keyin 150 ga chiqardim. Uje 3000 prosmotr, bu yerda qarasam $600 dan ziyodroq pul yetib qoldi. Yo'nalish Amerika logistikasini marketingiga yo'nalish sal boshqacharoq ekan. O'zi umuman olganda Amerika logistikasi bo'yicha marketing xizmatlarini ko'rsatgan agentstvalar yoki bo'lmasa SMM menejerlar вообще-то lead bilan ishlaydigan odamlar ham O'zbekiston bozorida defitsit kam hisoblanadi. Toshkentda topilsa 1-2 dan outsourcing xizmatlarini taklif etadigan insonlar bor, undan boshqa ko'zga ko'ringan odam yo'q. Ya'ni Husniddin ko'pchilik SMM menejer yoki bo'lmasa umumiy marketing komandasini rahbar sifatida bilishi mumkin, lekin etiladigan ishlar ko'p yerlarda e'tirof etilmaydi. Ya'ni bu narsa hamma orqa fonda qolib kelaveradi. Ya'ni oqshom bitab chiqqan yoki bo'lmasa logistika so'zini amallab tushunib ichine kirib qolgan odamlar bundan hayf sifatida zo'r foydalanib turibdi. Umuman olib qaraganda. Lekin nechun shu vaqtgacha bu narsani asli olib chiqilmagan degan savol qiynaydi odamni. O'zi bu media olamindagilarni va boshda kirib kelganlarning ko'pchiligini muammosi bo'lsa kerak. Ya'ni ko'p boshda bu media marketingda boshlanganlarning ko'psini bilaman. To'g'ri, Ro'zboylar o'zlarimiz, yana boshqa do'stlarimiz bor. Ishlab turib media olib chiqmaydilar o'zlarini. Men o'ylayman, men o'zim yoki shu meni shu danishlarim, shunday danishlar, shunday marketolog tipidan kiradi. Что o'zlarini natijalarini olib chiqish yo ularga yoqmaydi yoki men uchun mas'ala bo'ladi. Men shunday deb o'ylayman. Men o'zimni olib chiqish, men o'zimga qandaydir bir narsa bermaydi-da. Что men ishlab
natija aytishim kerak. Shu media qiziqmas deganliroq tushuncha bor. Ham undan tashqari yana boshqa sabablari. Media olib chiqqanman. Boshda o'zimni SMM menejeri, keyin Mumida marketing bo'limi rahbari sifatida boshda videolar qo'yib yurganman 2025da, 24da. Baribir odamda ko'pchilik aytadi uni, qo'yib turgan, ishlatib turgan narsangiz natija bermasa, boshында ko'p odam tashakkur qo'yadi. Ya'ni prosmotr kam bo'lsa, podpiska kam bo'lsa, shunday sabab bu boshlaganmiz va 2-3 oy yurtganmiz, bir 10 tacha video qo'yganmiz. Ya'ni aytgandek natija kutilgandek bo'lmadi, motivatsiya tushib ketgan bu uchun. Endi hozir boshlash uchun ishtiyoqim bor, xohishim bor, lekin nodir bir sabablar bilan boshlay olmayapman. Kontentlar qilingan, chiqish kerak endi bo'ldi. Xudo xolasa bu start vazifasini bajarib beradi. Xudo xolasa shunday rejalar bor. Shundan keyin chiqamiz. Yana qo'shimchasini marketologlar uchun zo'r lifehack. Insonning o'qigan ilmi yoki amal qilgan amallari uni qadr topishga yordam bermaydi. Boshqalarning u haqidagi fikrlari qadr topishga yordam beradi. Ya'ni undan kuchli bo'lgan insonlarning nazarga tushishi, boshqalarning e'tirof etishi. Misol uchun Ro'ziboy ham, siz ham bozorda eng yaxshi takliflarni qabul qilsangizlar ham ishlamaysizlar. Ya'ni o'zim guvohi bo'laman. Xorazm sharoitida ko'tarmaydi degan byudjetlarda taklif berilgan ishlarni rad etgansizlar yoki boshqa etgansizlar. Bu e'tirof etiladigan narsa, bu maqtaladigan narsa, lekin aytganimdek mediada hech kim ko'rmagan, mediada hech kim hali u zo'r ekan deb aytmagan, lekin bozorda o'z o'rningizni topgansizlar deb bemalol aytishim mumkin. Endi shu yerda odamning o'zini ham bog'liq bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni media odamlari bor, mediani odamlari bo'lmagan odamlar bor. Misol uchun biza takliflarni yo boshqa yangi siz aytib o'tgan narsalarni do'stlarimizga yo yig'ilganda boshqa yerlarda aytamiz, lekin media olib chiqish qandaydir bir boshqacha uning qiyin va noqulaydan odamga. Lekin men olib chiqaman bundan keyin podkastdan keyin o'zgarib ketibdi, gapini durman deb o'ylamayman. Lekin bu narsani olib chiqish kerak. O'zi aslida olib chiqish kerak. Ya'ni ishlanib turibdi, qilinib turibdi, o'zi realni shuning bo'lib turgan bo'lsa olib chiqish kerak. Agar u narsa o'zi hayotda bo'lmaydigan bo'lsa yoki uning hodisa umuman kuzatilmagan bo'lsa, uni olib chiqish o'zi yolg'on so'zlanib turgan narsa ham sezilib ham qoladi. Menimcha kirish qismini ozroq qizishib oldik degan umiddaman. Ba'zi asosiy xizmatlarni outsourcing yoki bo'lmasa in-house ishlash haqida ozroq gaplashsak bo'ladi. Bundan oldin Husniddin Sabidan qiziqarli savol bor edi. Husniddin Karimov savol berganda amerikanchasini dollarda savol berikmi narxlarni yoki o'zbek so'mindami? Endi tracking bo'yicha savol berilsa, dollarda. Shu trackingga yetib turgan xizmatni O'zbekiston bozorida qilish bo'lsa, so'mda bo'lsa ham bo'lar. Ya'ni universal valyutam so'mi bizga farqi yo'q degan rejimda ishlaymiz ekan, tushunarli. O'z outsourcing haqida qisqacha ta'rif berib o'tsak, nima deysizlar? Outsourcing bu qandaydir kompaniyaga berilayotgan xizmatni o'zi atalmaydigan qismini bozordan vaqtinchalik ishlash orqali olingan ishini attirib olishda sabab bo'ladi. Ro'zboy aytganning o'zi outsourcing tushunchalar umumiy, lekin yondashuvlar har xil bo'lishi mumkin. O'zi outsourcing deganda ham shunday. Ya'ni qaysidir bir xizmatni yoki servisni agar kompaniyani o'zini ichida shunday xodimlari bo'lmasa, qilishi yoki uni potensiali yetmasa yoki vaqti kuchi yetmasa yoki bo'lmasa bir martalik xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, bir martalik xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, tashqaridan, ya'ni outsource shunday servis ko'rsatadigan agentstvalar, kompaniyalarga qildirib olish u to'g'ri ish va odatiy hol bo'ladi. Outsourcingga qarshi in-house turadi, ammo ya'ni bu kompaniyani o'zining ichida hamma shu narsalarga javob beradigan bo'lim hisoblanadi. Bu yerda aytacağım, Husniddin hozir in-house rejimda ishlaysiz. Ro'ziboy bo'ladigan bo'lsa, in-housedan chiqib, ba'zi outsourcing xizmatlarini ko'rsatish bilan shug'ullanadi. Lekin undan tashqari, in-housedan tashqari siz umumiy logistika bo'yicha boshqa kompaniyalar yoki boshqa logistikadagi yo'nalishlarga outsource xizmatlarni ham ko'rsatasiz, adashmasam, to'g'rimi? Endi aynan shu logistika kompaniyalarini, misol uchun marketingini yuritish yoki ularni mediada tanitish bo'yicha hozirda ishlamaymiz, lekin Amerikadagi tracking kompaniyalarini Amerikadan ularga kerakli driverlarni, ya'ni lead olib kelish va ularga kompaniyasini driver qo'shish bo'yicha xizmat ko'rsatamiz. Va undan tashqari aynan Amerikaning o'zidagi tracking kompaniyalari brending va dizayn xizmatlarini ko'rsatib beramiz. Ya'ni bu in-housedan tashqari outsource xizmatlar. Shunday. Hozirda marketing, mahalliy bozordan chiqib outsourcing xizmatlarini chiqib baholaysizlar. Ya'ni
Ya'ni misol uchun biza mediasini sal chetga solib tursak, marketing haqida gaplashsak. Umumiy tadqiqotlar, misol uchun marketing tadqiqotlarini o'tkazish yoki bo'lmasa marketing analizlari yoki marketing bo'yicha gipotezalar ishlab chiqish, kompaniyani marketing planlarini ishlab berish yoki bo'lmasa brendni tanitish bo'yicha ishlanadigan strategik ishlar bo'yicha outsourcing xizmatlarini. Fikrim hali Xorazmda bir 5-6 yoki bo'lmasa 15 bilganlarim 15 dana kompaniya bunday ish attirib ko'rgan bo'lishi mumkin. Bu ham chetdagi, ya'ni Toshkentdagi marketing agentliklari orqali yo bo'lmasa shunday big data bilan ishlaydigan agentliklar orqali attirib yuribdilar. Xorazmni o'zidan chiqib turib, u ishni aytgan odamni shaxsan men donimman. Aytib biladi, marketingdan potensiali bor. Lekin marketingdan outsource ishlashadigan kompaniyalar shu ishni qimmat bo'lsa ham, xato bo'lsa ham hozircha Toshkentda turibdilar. Xato degan qimmat degan sababi Toshkent qimmat bu yerdan bozor. Xato deganimiz sababi bizning Xorazmdagi marketologlar yaxshiroq biladi bu yerdagilardan bozorni. Lekin ya'ni aytganim doni uchun 20 dan ziyod odamim bor. Hali o'zim taniganlarim. Shularning polni hammasi kastiv ismi, boshqa tahlil, bozorga yangi mahsulot keltirish uchun ham Xorazmda polni analiz etib ko'rganam. O'zini ishlab turgan kompaniyasi uchun tekinga bo'lishi mumkin bo'lmasa, prosta ishlash uchun zarurligi uchun aytib ham biladi. Lekin men aynan ko'rmadim Xorazmda o'zining marketologlar boshqa bir kompaniyani outsource qilib, strategiyalarni tuzib, taktik harakatlarni yo'naltirib berganini. Men shu argumentda bir narsa aytaman. Bir stereotip bor o'zi, ko'p biznesmenlar orasida bor, ya'ni Xorazmda marketolog yo'q degan. Shu sabab bo'lishi ham mumkin. Xorazmda aynan shunday mutaxassislar Xorazmning o'zidagi shunday strategiyalar, tahlillar va analizlarni qildirmasliklaridan sabab bo'lishi mumkin shu narsa. Bir dana chotki javob bor shuna. Masalan, bizning Gamburg bor, to'g'rimi? Keyin Toshkentda lavash bor. Lavashda upakovka zo'r. Qaysini tam mazal Gamburg lavash. Endi ikkisi bir-biriga yaqin ovqatlarni aytmadim hozir. İkisi bir xil ovqatda tasavvur etamiz. Ya'ni Gamburg yaxshi, to'g'rimi? Bizning Xorazmdagi marketologlar ham Gamburgga o'xshaydi-da. Bilimi ta'mi zo'r, lekin upakovkasi restoranchalar hammasida. Men Toshkentda borib zo'r degan marketologlar bilan gaplashib ko'rganman. O'zi dim qizg'aman kurslarda o'qiyman. Boshlang'ich melisi bilimlar ular может o'zini temasida biladi, bilmaydi dejakmi yo'q. Lekin Xorazmdagi bolalar bilan gaplashsam saviyasi ulardan past emas. Baland bo'lsa baland. To'g'ri. Lekin upakovka taraflama men o'zimda ham, Husniddinda ham, senda ham, boshqa 20 dan donag'anlarimda ham upakovka dim chala. Lekin bu uzaladi. Menimcha keyingi yilgacha yomon bo'lib ketsa kerak. Qo'shimcha qilib aytib o'tishaydim. Ya'ni bizlarda biza ko'rmadik yoki biza bilmadik degan narsa bizlarda yo'q degan narsa emas. Aynan marketing sohasida tadqiqotlar bo'yicha yoki bo'lmasa tahlillar bo'yicha umumiy yillik plan ishlab berish bo'yicha xizmat ko'rsatuvchilar bor. Bular birdan ikkidan emas. Bular ko'p. Lekin ularning nishasi bo'ladi. Ular o'zlarining klientlarini biladi, o'zining auditoriyasini biladi, o'zi ishlashayotgan odamlarni yaxshi biladi va shular bilan ishlashadi. Misol uchun hozirgacha sizlar ham mediaga chiqmaganlaringizga, bular ham mediada yo'q. Men o'zim ko'rganman, xizmatimdan foydalanib ko'rganman, xizmatimda ishtirok ham etib ko'rganman. Lekin narx borasida Toshkentga qaraganda lekin ancha arzon. Lekin beriladigan qiymat etilgan to'nish hamma ikkisidan bir xil bo'lgan. Bir case aytsam bo'ladi, shu outsource Toshkentda ishlatish bo'yicha. Endi Esingdagi eng katta marketing agentliklaridan birisi tushunib olishlari mumkin, lekin men aytib bilmayman to'g'risi. Shu bilan ishlashdak bo'lib ko'rganman, qaysidir o'zlarimizning bir loyihada. Bularni yana narxini ko'taradigan boshqa sabablari bor, shuni tushuntirib berayman hozir. Qarang, men ishlashadigan yerda kompaniyada 4 yildan beri ishlayman. Bizlara chiqib turibdi taklif bilan, o'zi shu soha 4 yildan beri yurib turibdi, bozorda o'zining o'rni bor, brend yaralgan. Lekin marketing agentligidan kengayish uchun bizlara tadqiqot etib ber desak, men tadqiqot etaman. Agarda tadqiqotda xato chiqsa, sen
biznesingni o'zgartirib berishga majbur bo'lasan. Men tadqiqot etaman, ishnoga garantiya berilman. Meni aytadan ishimni o'zi qiymati shundan zo'r. Ya'ni bizda yurib turgan 4 yillik biznesni bir haftalik yoki 10 yillik, 15 yillik tadqiqot orqali xato chiqsa o'zgartirib berasan deb turibdi. Bu aytjagim no dejakman. Shunchalik o'zidan o'yran bo'lib turibdi, o'zidan narx qo'yib qo'ydi, belgilab qo'ydi. Bu yerdagi ayrim tadbirkorlar shu narsa ulardan zo'r degan ma'noni yetkazib beradi. Ya'ni men tadqiqot etib beraman, sen uje biznesing xato bo'lsa, boshqa yo'nalishga o'zgartirib berishing kerak. Lekin men marketolog bo'lsam, biznes egasidan ko'ra yaxshi tushunadigan odam yo'q. U biznes yangi bo'lmasa, o'zi ishlab turibdi 4 yildan beri. Buni tadqiqot etib, xato yo'nalish ekan deb boshqa yo'nalishga o'tirib bo'lmaydi-da. Bu gapni aytilishidan maqsad tadqiqot prosta aytilib turibmi? Demak, o'zini obro'yini ko'tarish va saqlab turish uchun deb o'ylaganman men shu vaqt. Lekin bu bo'lgan voqea. Misol uchun SMdan proyektlarni ham tahlillar qilinadi, raqobatchilar tahlil qilinadi, SWOT qilinadi, CASTEF qilinadi. Bu SM menejerni tajribasidan kelib chiqib, nergachim borishini ko'rsatib beruvchi omil sifatida ko'riladi. Misol uchun SM menejerlarni ko'ramiz, katta loyihani oldim deydi, bir oydan keyin izi bo'lmaydi. Yoki bo'lmasa, bir ishni boshladim deydi, qisqa muddatda yakunlab qo'yadi. Ya'ni dalgasrochni ishlash bilmaydi. Lekin SM menejerlarni bilamiz, o'zi ish ko'rinmaydi, qachon qarama mediasidan ham ko'rinmaydi, mediasidan ham aralashmaydi, kirib chiqib yuradilar, lekin loyihalar bilan uzoq muddatda ishlashib qo'yadilar. Bu narsaga asosiy sabab shu narsani o'rganishi, bozorni his etishi, bozorni bilishi katta turtki bo'ladi deb bilaman. Misol uchun Amerika bozori bo'yicha rozvoy etib o'tdi, 2 kunda $600 sliv etganman. To'g'ri. Misol $600 sliv etgandan ko'ra $10 dan 60 dan lit olish menimcha ma'qulroq. Bu yerda asosiy narsa tajriba tadqiqot o'rganish bo'ladi. Tadqiqot deganda salgina xato tushunchalar bor. Masalan, CASTEFni o'zi. Men SM menejerman, Husniddin proyekt egasi. Men boraman, mening mijozim kim birinchi? Birinchi mijozim proyekt ochiq vaqti Husniddinning o'zi bo'ladi, biznes egasi. Men CASTEFda mijozni analiz qilishim kerakmi? Demak, biznes egasini va shu biznesni o'zini analiz qilishim kerak. Uni bo'lgandan keyin ikkinchi CASTEFga o'taman. Bu biznesdagi ularning mijozlari. Hozir bizning SM menejerlar to'g'ri ikkinchisidan boshlab turibdi. Ya'ni proyekt asosh, proyektning mijozlarini CASTEF etib boshlaydilar. Lekin boshda o'zining mijozi bo'lgan proyekt egasini CASTEF etib olish kerak. Shunda ko'proq vaqt, ya'ni boshda aytib o'tgan, ko'proq vaqt ishlashda narsa sabab bo'ladi. Masalan, proyekt egasini CASTEF etgan vaqtingizda uni novi kerakligini bilib olishingiz kerak. Unga novi kerakligi. Uni kutuvlari novi. Ha, siz to'g'ri borib turib, proyektning mijozlarini CASTEF etsangiz va shu orqali shu bo'yicha ishlab boshlasangiz, proyekt egasini sizdan kutuvi bo'lmasligi mumkin. Shu narsaga ham ahamiyat berish kerak. CASTEF mijozni o'rganish bo'lsa, sizning mijozingiz ham shu orqali o'rganib olishingiz kerak-da. Shu o'rinda yana bir narsani so'rab o'tib ketay edim. Sizlar outsourcing xizmatlarini marketing sohasida ko'rsatasizlar. Sizlarda proyekt olinganda bu narsalar o'rganiladimi? Raqobatchilar analizi, CASTEF yoki bo'lmasa SWOT analizlar, boshqalar. Shaxsan o'zim olib o'tman, prosesdan chiqmay loyihalarni men o'rganaman. Ya'ni hozir lekin u narsani topshirajakman men, loyihalarni olishni o'zimdan boshqa birovga. Nima uchun buni yaptirman? Men o'zim og'zaki gaplashish orqali CASTEF etib turibman hozir. Bu xato, lekin meni opitim tufayli bo'lib bo'lishi mumkin. Men buni kimgadir topshirsam, ponni ketma-ketlikda CASTEF etib oladilar boshqa birovlar proyektni olgan. Lekin hech qaysi proyektni CASTEF ishlab bo'lmaydi. Bundan keyin ham, bundan oldin ham bo'lmagan. Temboli outsourcing xizmatida. Agar in-house bo'lsa, xatolarni aytib keyin to'g'rilanib ketsa bo'ladi. Lekin outsourcing xizmat ko'rsatgan vaqtda birinchi, ikkinchi oyda uje siz yeb qo'yarsangiz, nechik bilimli bo'lsang ham, nechik zo'r odam bo'lsang ham, proyekt egasi sen meni ishlashdan voz kechishi mumkin yoki bo'lmasa, Xorazm kichkina joy deydi-ku. Atom testlar qiladi. To'g'ri. Misol uchun outsource xizmatlarni taklif etish yoki outsource bo'yicha xizmat olish Amerikadan nechik bo'lib turibdi? Hozirmi? Misol uchun yangi boshlagan SM menejerlar yoki boshqalar loyiha topishda qiynaladi, tez loyiha o'zgarishida qiynaladi. Loyihalar vaqtida 50 shartnomani yakunlash bo'yicha sohada ko'p o'zgarishlar bo'ladi. Bunday holatda Amerikadan xizmatlar olish nechik bo'ladi?
aynan Amerikan amali o'z общий misol uchun outsource xizmat olganda, misol uchun Toshkent yoki SNG ya boshqa davlatlar, kichikroq davlatlar hisobiga misolni ko'rib chiqsak, birinchi o'rinda men agar outsource ish ko'rmagan bo'lsa, uning holatlarda ishlamasliklarini tavsiya beraman. Shu ishlab yurgan komanda bilan ko'rish kerak bozorni, ob-havoni ko'zi. Ishlab ishlash kerak. Shu narsani men tarafdoriman. Bilmay turib chiqib taklif berib yoki proyekt olib, keyin natijasi yomon ko'rsatgandan ko'ra, shu narsani aytib turgan komanda bilan shu narsani aytib ko'rib, keyin o'sha ichidan bilib olib, bu narsani keyin chiqqani menimcha yaxshi deb o'ylayman. Hamda natija o'sha yaxshi bo'lmasa, bir safar, ikki safar natija o'xshamasa, odamning o'zining ham energiyasi va shu ishga bo'lgan qarashlari shashti so'nib qoladi odamning. Men shunday deb hisoblayman. 100%. Hozir shöyle bir misol keltirsam bo'ladi. Outsource xizmatlarini etmayan odam bilan ishlashmaslik tavsiya etaman dedilar-ku, qarang. O'zi outsource xizmatini ish yerda biznesmenlar ham bir iltimosim bor edi. Ishlashgan vaqtimda kutuvni xato qo'yadilar. Ya'ni nima uchun meni korxonama 2 soat 3 soat gelmaysan? Biza outsource xizmati icebergga o'xshaydi-da. Uji borgan yeri kichkina qismi ko'rinishi mumkin, lekin meni o'zimning ofisimda o'tirib 15 odam shu bo'yicha ishlab turibdi-ku. Lekin bir dona SMMchi menga qo'yib ber, shu yerda yursin, ko'rinib tursin. Nega kerak? Masalan, bir dona SMMchi qo'yib bering, shu syomkasini, video olsin, shu yerda ishlasin dedi. Lekin siz shu ofisga bormay turib, faqat syomka vaqtlari bor turib, yonda SMMchilarni targetologlarni jalb etib turib, yo'naltirib, montajchilarni, addenni, syomkachilarni addenni turib, zo'r loyiha chiqarib, zo'r videolarni chiqarib, zo'r rezultat olib bersangiz ham ish ko'rinmaydi. Chunki sudning tengida turibdi-da. Shu narsani to'g'ri tushunib turib, agarda seni ofisingda borib o'tirmasam ham zo'r natija chiqarib bersam menga yetadi degan o'zingda minina foyda etgandan keyin outsource kompaniya bilan ishlash kerak biznesmenlar. To'g'ri. Bo'lmasa qiyin. Men ham qiynalganman, boshqalar ham shu narsada qiynalibdi. Qo'yib berasiz aytgandan deb. Keyin bir dona SMM menejerni yoki bo'lmasa mobilografni operatorni qo'yib berasiz. Keyin ikkinchi tema problema boshlanadi. Nima uchun rezultat chiqmadi? Axir siz meni yo'nalishimni o'zgartirib, ishlash tartibimdan chiqarib, bundan istil qilasiz. Shuning uchun natija chiqmadi degan gapga keyin u biznes egasi o'zini nohaq deb hisoblaydi hech qachon. Shuni tushunib olgandan keyin ishlash kerak outsource'da. Bo'lmasa in-house. Undan Agar shunday tashqari o'tkazib ishlatsak bo'lsa. bir narsa aytilib o'tildi, kutuvlari boshqacha bo'ladi. Kutuvlar boshqacha bo'ladi deganda marketingda o'zi bugun qilib turib ertaga natija ko'rish mumkin bo'lgan narsa bormi? Yoki bo'lmasa bunday Bor. misoli? Masalan, ko'p aytganman-ku, avval ham aytganman, taktik marketinglar va strategik. Strategik marketingga chiqib bo'lsangiz, ertaga natija kutib bilmaysiz. Lekin shunday taktik harakatlar bor, chiqib turgan zapus yo bo'lmasa boshqa modellar bor. Moment o'zini o'rnida natijasini ko'rsatadi. Lekin uzoq muddatli brend uchun ishlamaydi. Lekin sizga kerak bo'lgan qiymatni olasiz, kerak bo'lsa, kerakni ortiqcha. Kichik o'rta biznes uchun qaysi birisi qulay? Kichik va o'rta biznes uchun taktik marketing qulay. Chunki strategik marketingga budjet yetmaydi. Taktik harakatlar orqali bitta budjetni teklab olgandan keyin massaviy strategik marketingda o'sda bo'ladi. Meni fikrim. Xato bo'lsam mumkin. Ro'zboy aytgan gapga qo'shilaman, 100%. Kichik va o'rta bizneslari tez daromad kerak bo'ladi. Ya'ni o'zini tiklab olish uchun va reinvestitsiya uchun, marketing va boshqa narsalar. Shuning uchun taktik marketingda, ya'ni tezroq pul keladigan yo'lni qiladigan marketing harakatlari shu bizneslarga to'g'ri keladi. Aytganingiz, strategik marketing uchun, ya'ni bugun ishni qilib, ertaga natijasini kutmaydigan kompaniyalar uchun strategik marketing qulay va ko'p byudjet talab qiladi va uning kompaniyalar o'zi nima xohlab turganini va kim bilan ishlash turganini biladi-da. Ya'ni sizdan bugun ishlab tursiz, ertaga natijasini so'ramaydi. Hamma narsasi boshida shartnoma bilan kelishilgan bo'ladi va o'sha biznesda ham planlar qo'yildi va butishga belgilangan. Biznes egasi bilan bu marketing qilib turgan mutaxassislar kelishib olingan bo'ladi. Ya'ni strategik marketing deganda biz PR harakatlarini, homiylik aksiyalarini, televideniyani nazarda tutibmiz. Общий marketing kompaniyani ko'proq yashash uchun atilgan ishlarni hammasini nazarda tutibmiz. Qarang, hozircha tushuntirib ketaman. Videoni ko'rib, bir ikki odam net tushunib qolish mumkin. Ya'ni taktik marketing deb turibmiz, biz rezultat beradi zo'r. Strategik marketing esa 2-3 yildan keyin ko'rasiz deb turibmiz. Uni taktik marketingning minus taraflari bor.
Strategik marketingda ikkisini- plus taraflar ham bor, minus ikisini taraflar ham. biridan farqlab ketsa bo'ladimi? Havan, qarang. Bir misol bilan Taktik ikkisini marketing farqlash. aytib turibsiz. Oddiy zapust ko'p odam qilib turadi. To'xtatdingiz, sotuv to'xtaydi. To'g'ri. Strategik marketingda hozir effekt bo'lmaydi, lekin shu darajada ishlab turib 2-3 yil siz shunga harakat etsangiz, marketing harakatlarini to'xtatgan vaqtingizda ham siz kompaniyangiz eslab sotib bo'lib turadi. Birsini minus, birsini plus tarafi. Endi yana boshda aytganimiz strategik marketing ko'proq sizni lishniy pulingizni sarflashga majbur etib, ko'proq xarajat etishga majbur etadi. Uni ko'tarib bilgandan keyin kompaniya aytish kerak. Hammasi shu biznesni pozitsiyasidan kelib chiqib to'g'ri yoki xato deyish mumkin. Qaysidir biznesda to'g'ridan-to'g'ri siz strategik ishlashingiz kerak, siz taktik ishlashingiz kerak deb bo'lmaydi. Keyin marketingga ajratiladigan xarajatlar bo'yicha o'zi marketingga ajratiladigan byudjetni xarajat deb aytish to'g'rimi? Ya'ni bozorda shu narsa bor, marketingga ajratilgan xarajat u investitsiya deydi. Ya'ni marketingga ajratib tursang, qaytish kerak bo'lgan pul. O'zi bunday qaraganda moliyachi bo'lganda bu yerda 100% to'g'ri javob beradi. Aslida marketingni xodimlarni ajratilib turgan narsa xarajat. Chunki kompaniyani o'zgarmas xarajatlarına giradi. Lekin targeting xarajatlari ham investitsiya emas, xarajat. Lekin o'zgaruvchan xarajat, o'zini qoplaydigan. Shuning uchun xarajat. O'zi xarajatda ham pul chiqim degan hammasi xarajat. Prosta o'zini qoplaydi lekin. Ro'zboy aytgan gap ham 100% to'g'ri. Keyin undan tashqari, men o'ylayman, sizni berib turgan pulingizga mutaxassisga qarab bu narsa o'zgarishi mumkin. Ya'ni agar shu yaxshi soha bo'yicha yaxshi mutaxassis bo'lsa va sizga ko'rsatib bergan bo'lsa, ya'ni siz bugun $100 tiksangiz, bu ertang $1000 bo'lib qaytadi degan narsani ko'rsatib va jarayonda shu narsani уже isbotlab boshlanmasa, bu men o'ylayman xarajat emas, ya'ni o'zini qoplaydi. O'zi ilmiy olganda xarajat, lekin investitsiya sifatida qaytib keladi. Ilmiy tarafini aytib turibman o'zi. Investitsiya ham xarajat-ku, investitsiya ham xarajat u prosta. Hamma narsa xarajat, pul chiqibmi? Men shuni aytib turibman. Agar yaxshi mutaxassis bo'lmasa, aytib bilmasa, baribir investitsiya xarajat ham, keyin o'zi ham xarajat bo'lib chiqadi. Bundan tashqari freelance xizmatlarni ham outsource deb olib qarasak bo'ladimi? O'zi freelansda ham outsource no farqi bor. Ya'ni outsource deganda biz Ben bilmayman odatda degan jamoaviy farqi. ishlarni nazarda Yo'q, freelance bo'ladigan bo'lsa, bir insonni ma'lum bir xizmatni kimgadir ko'rsatib berish. Yo'q, endi shaxsiy fikrim xato bo'lsa, lekin farotatda demangda. Ya digital marketingning ichida SMM bor-ku. Shu outsourcing ichida freelancerlik bor-da. Freelancerlik deganda men bir yakka shaxs sifatida nazarda tutib, lekin outsource bu deganda outsource- jamoaviy deb nazarda. Yo'q, qarang, men freelancer bo'laman. Husniddin meni ishimni qo'llagan vaqtda, buning uchun men outsourcing xizmat ko'rsatib turgan bo'laman. Tushundingizmi? Ya'ni freelancer freelancerda ham men bo'ladigan bo'lsam, men o'zimni grafik dizaynerlik xizmatimni freelancerlik bo'yicha birovlar bilan ishlashaman. To'g'ri. Lekin men bilan ishlash turgan odamlar uchun men outsource xizmatini ko'rsatib turgan bo'laman. Meni tushunishim bo'yicha shunday. Ular uchun men outsourcing xizmat ko'rsatib turaman, men o'zim freelancerman. Endi shu narsani sal общий planda qarasak, siz dizayner emassiz, dizaynerlar jamoasi rahbarisiz. Sizdan sotib olib turgan kompaniya brending xizmatini sotib olib turibdi. Qarang, Ya'ni shu o'rindan savol beradim, ya'ni freelancer endi shu yerda yana bir tushuncha bor-da. Meni komandamda ishlab turgan odamlar o'zi in-house marketing komanda hisoblanadi. Yoki bo'lmasa in-house grafik dizayn komanda. Lekin meni kompaniyam outsourcing kompaniya. Bu odamlar yakka tartibda ishlasa freelancer bo'ladi, lekin bular outsource ishlab turib yo'q, men bilan ishlash turibdi. Bularga loyihani men beraman. Shuning uchun bular in-house ishlaydi menda. Kompaniyaga biz outsource xizmat ko'rsatamiz. Masalan, hozir meni SMMchiklarim in-house ishlaydi menda. Kompaniyalar uchun outsource xizmatini ko'rsatadi. Shu narsani tushuntirish bo'yicha so'rayman. Shunday, freelance deganda o'zi odatda tushunchasi buni, ya'ni ishni ham o'zingiz topishingiz kerak va ishni ham o'zingiz topshirasiz va daromadini ham o'zingiz ko'rasiz. Freelance odatda shunday bo'ladi. Ro'zboyga berilgan savol bo'yicha va Ro'zboyning aytgan gapi bo'yicha bu 100% to'g'ri. Ya'ni Ro'zboyning biznes modelida buni ishni bajarib turganlar in-house ishlaydi va umumiy marketing agentsiyasining ko'rsatgan xizmati bu biznes uchun. Shunda so'rab o'tajaganim, soha yangi kreatorlar yoki bo'lmasa soha vakillari polni o'zini karyerasini ishonib outsource yoki freelance ustidan qursa chiqaraysizlar. Ya'ni muqim ishlaydigan hech qanday ish joyi yo'q.
Любой moment ko'chadan proyekt olib, любой moment, ya'ni 10 ta ustunda ishlab ketadigan odamlar. Bu narsaga bog'lanib qolmaslik kerak deb men o'ylayman. Nechun desa, outsource olib, ko'chadan ishlashadigan uning proyektlari o'zi ishonib bo'lmaydi. Sizda qandaydir bir daromad bo'lishi kerakki, sizni birlamchi ehtiyojlaringizni qondiradigan. Ya'ni oilangizni, o'zingizni, kiyimingizni, yeb icharingizni qoplaydigan darajada pul birdan gap turish kerak deb men o'ylayman. Agar 100% faoliyatini o'zi outsource bog'lab qo'ygan bo'lsa, agar uje qaysidir bir etapga yetib, bunda loyihalar nolga tushib qolish ehtimoli kam bo'lsa, bu to'g'ridir. Lekin boshlang'ich sohaga giruvchilarga men u narsani tavsiya bermayman. Qaysidir bir agentstva yoki kimnidir yonini in-house yoki qandaydir bir xizmatini olib turib ish boshlab, keyin outsource etsa, mencha to'g'ri deb o'ylayman. Shu bo'yicha qo'shimcham bor deyman. Bilmayman. Bu narsa nima olib keladi? Ya'ni Ro'zboy aytganning ko'pchilik shu sohada yurganlar ko'psi boshqa sohaga o'tib ketdilar yoki chetga chiqib ketdilar deb aytdi. Ya'ni ish uchun, boshqa sohada ishlash uchun. Bu narsa shuni ehtimolni oshirib beradi. Agar boshlang'ich etapda 100% o'zining faoliyatini outsource'a moslashtirib ish boshlasa va ish boshladi, 2-3 oy o'tdi, uje natijalar bo'lmadi. Tabiiy holat u boshida faoliyatini natijalar bo'lmasligi. Natijalar bo'lmadi va uje o'zini bu sohada ko'rmaydi, kelib turgan daromadi yo'q. Uje unga o'zini atrof muhitidagi odamlardan ta'sir boshlanadi. Ya'ni bu soha sen uchun emas, pul yo'q bu sohada, uje chiqishing kerak degan narsalar odamni uje sohaga nisbatan ishonchini va ishtiyoqini so'ndirib beradi va aytilganning boshqa sohaga o'tib ketish, chetga chiqib ishlash. To'shni shu narsani SMM o'qitib yurgan odamlar aytdi desam, meni yomon ko'rmaysizlar. Lekin to'shni shunday bo'ldi. Masalan, oddiy Umidbek o'qishga kirgan vaqtimda 4 yil pul topib bilmasligini biladi. Universitetda 4 yil o'qidi. Lekin SMM sohasini o'qib turganlar 2 oydan keyin siz daromadga chiqib ketasiz deb o'rgatganlar. 2 oy bir sohani o'rganib, men shu sohani o'rganib bo'lsam ham ishonib bilmayman to'g'risi. Chunki bilmaydigan narsalarim dim ko'p meni marketingda 4 yil bo'lgan bo'lsam, 5 yil bo'lgan bo'lsam, 6-yil hozir. Boshda yana aytgandim, mut ishlash kerak deb. Chunki xatolaring kechiriladi, sana hech kim so'kmaydi. Ikkinchidan sohaga giradilar 2 yil emas, 4 oy ichida pul topmasa, uje bu soha men uchun emas. Topib ishlab bilmayman dedilar. Lekin shu odam universitetga kirganda 4 yil pul topmay, pul yo'qotib, ofisdan bo'lib bir chatib yuraveradi. Kutularni boshqacha qo'yish kerak. Maksimalni o'rganish kerak, xatiya 1 yil. 2-yil minimal summada ishlash kerak. 3-yildan keyin o'zini talablarini qo'ysalar bo'ladi. Zo'r ishlasa 2-3 yilda o'rgansa bo'ladi-dan, qandaydir sohani. Bu arada o'sha klientga baza yig'nalgan bo'ladi, bozorda oti chiqqan bo'ladi. Yaxshigina 5000 soat degan gapingiz bor-ku sizni. Oshing ham to'g'ri kelmaydi-da, 2 oyda SMMda o'rganish. 5000 soat degan gapingiz ham to'g'ri kelmaydi-da. 24 ga 7 ko'rish narsa bilan shug'ullansangiz ham yetmaydi-da, 5000 soat. To'g'ri. Endi shundan bir qarshi argument bor. Ro'zboy SMMni o'rgatganlar dedi. Mavzu SMMni o'rgatgan odam sifatida datada aytildi. 6-7 oy men o'z faoliyatimni mentorlikda olib borganman. Men o'zimni karyera bo'yicha bosib o'tganlarim bolalarga aytganman, realni aytganman. Birinchi darsda men danishar edim bolalar bilan va nechun SMM va nechun marketing degan savolni berganman. Ko'plar aytadi, akamni do'konini yoki biznesini yuritishim kerak. Ko'plar aytadi, hozir Instagramda chiqib turibdi-ku, SMMchilar imcha pul topadi ekan degan narsa bilan gam bo'ladi. Asosan tayyor turishing kerak. Shu kamida 1-1,5 yil umuman stabil daromad ko'rmaysan, normalni yetarli pul topib bilmaysan deb hammasini aytganman. Ko'radiganlar bo'lsa o'zlari tasdiqlamam qo'yadi, kommentariyada yozib. Shu narsani hamma shogirdim aytganman men. Ana shunda men o'zim ham boshda stabil umuman pul topmaman. Birinchi oy SMM girganda 3 oyda yana 500 ming so'm pul olganman. Keyin undan keyingi oy pul yo'q, keyingi oy 700 ming, shunday bo'ldi. Bir oy 2 oy olmaysan, keyin 2-3 oydan keyin pul olasan. U vaqtda SMM endi girgan, hali bozorda tushuncha yo'q edi. Biznes egalari bilan ishlash bo'lmasadi, qiyin edi ishlash. Shu o'sish to'g'ri chiziqli bo'lmaydi degan gap bor-ku o'zi. O'zi matematik odamman, giperbolaga o'xshab bo'ladi o'sish. Aslida to'g'ri chiziq desak, shuni tushuntirib berishga majburman. Qog'oz yo'q.
bu 0 nokta, hamma to'g'ri chizib qo'ysaman deb o'ylaydi. Masalan, vaqt, harakat bo'ladigan bo'lsa, o'zi aslida bundan kelib qiyshayib bo'lsa-da, o'sha yerda bir hudud bor. Bu hududning nomi umidsizlik vodiysi deb aytiladi. Shuning ichidan chiqolmay kallaylamolka kelsangiz, sohani tashlaysiz. Va sizni boshqa sohalarda sonli kelajak kutib turgan bo'ladi. Shunday, bu yani aytilganga уже temadan uzoqlashib ketdik. SMMni o'rgatganlarni qisman aybi bor. Hammasini emas lekin qisman. Reklamni offer xato bo'lgan. Reklamni offer xato bo'lgan. Kursini ko'p patogeniyalar uchun aytilgan bir miflardan birisi deb o'ylayman men. Ya'ni ko'p odam yig'nash kerak, o'qitish kerak, sertifikatni berib chiqarib berish kerak. Lekin bu yerda meni xato tushunib ketmasinlar, boshlang'ich kurslar kerak. 3 oydan boshlang'ich bilim, nazariy jihatdan hamma narsa o'rganadi. Lekin shu yetarli emas. 100% yetarli emas. Bir sohani egasi bo'lish. Shu o'rinda qo'shimcha qilajaganim, bu mening o'zim shaxsiy tajribamda. Bu yil universitetni marketing yo'nalishida bitirayotirman. И birinchi ish faoliyatimni marketing agentstvida ish o'rganish sifatida boshlaganman. Yoki sohaga yangi kirib kelganlar yoki kirib kelayotganlar yoki outsource yoki in-house ish boshlayotganlar shu masala. Birinchi ish boshlasangiz, iloji boricha agentstvida yoki 2-3 ta loyiha ishlayotgan komandaga qo'shilishni tavsiya etaman. Nechun endi o'zingiz shaxsiy loyiha olib, daromadga chiqib, ertangi yurgun namozni bulashtirib yoki bo'lmasa qaysidir xatolar qilishdan ko'ra kimdir jamoasina qo'shilib turib ish o'rgangan afzal. Misol uchun men hozirgacha o'zim loyiha olib ishlab ko'rmadim. O'zi unda ishlab bo'ladimi? Bo'ladi. Terminator bo'lish kerak. Odam degan SMM ichida syomkasi, montaji, grafikasi, materialni chiqarib, targetini ham yoki hamma ishni o'zi aytib biladimi? Ideal bo'ladi deb bilinma, lekin bo'ladi. Ko'rib turibman. Ko'rib turibmiz. Bozorda bor. Individuallar bor. Shu fikringiz chiqishgan. Masalan, bir odam social media marketingni, SMMni hamma qismini aytib turibdi. Ideal turibdi. Target aytib turibdi. Strategik rejada turibdi. Video syomka, montaj etib chiqarib, kommentariyalarga javob berib turibdi. Yo'q. Qarang endi. Boshqa nuqtai nazardan qarang. Misol uchun qarab ko'ramiz hozir, gaplab bo'ling keyin. Hammani bir kuchli tarafi bor. Men ideal bilinman-da. Husniddin brending bo'yicha, kompaniyani pozitsiyasi bo'yicha, nechga ketish bo'yicha zo'r. Men analitika qismida zo'r bo'lishim mumkin, lekin shu ishlarning hammasini aytib bo'ladi deb o'ylab ko'rmadim. Hali men aytib bilmayman shaxsan. Men aytib bilaman deb bilinma. Men qo'limdan kelmaydi, to'g'ri. Sizni qo'lingizdan kelmasligini ham kafolat oldig'ini, lekin men ko'rdim. Misol uchun kuchli birdan operator bor, montaji zo'r emas, biladi. 3 yillik operatorlikda tajribasi bor. Blogerlar bilan ishlashadi, syomkalarga chiqadi, to'yga ham chiqib ketaveradi, kamera qo'lini olsa ijod etadi. Unga toza narsa kashf etish hojat yo'q. Bir yerda ko'rgan bir gapini oladi, bir yerda tushirgan bir kadrni oladi, ikkisini kombinatsiyada birdan marketing agentstvidan yaxshiroq kontent marketing ishlab qo'yadi. Bundaylar ko'p. Birdana kontent orqali Yo'q, birdan emas. Dalga surish ishlashadi, lekin birdan odam ishlashadi. 20 ta bir oylik kontent social media marketing emas-ku, social media desak bo'ladi. Social media, ijtimoiy media. Social mediasini yuritgan bo'ladi. Social media. Marketing arasida. Uning qilishni iloji bor, aytsa bo'ladi, lekin uzoq muddatli emasdan u. 1 oy, 2 oydir уже bu odamni, masalan, qilib biladigan odam bo'lsa ham bu odamni jonini deyadi. Bu odamda уже ideya va shu kontentlar bo'yicha qandaydir bir qo'shimcha narsalar tanqisiga gap chiqadi. Уже qachondir bo'lsa ham-da bu narsani davomiy aytib yurish imkonsiz. Stabil ravishda olib borish, stabil aytish uchun u narsani komanda kerak. Bir odam baribir istijonku, ya'ni kasal bo'lishi bor, boshqasi bor. O'zi umuman hamma narsa ag'dar-do'ndar bo'lib, dunyo ters aylanib, marketing yoqmay qolishi mumkin. Chiqib ketadi u odamlar. Shu o'zingiz sinemalash niyatim yo'q. Terminatorlar bari yomon ko'rib yurmanglar. Men Terminatorda otmandan deydi odam. Bunday narsa bor edi. Biz men datada o'qitganimda universal askarda o'zi hamma tushuncha bor. Terminator. Terminator, universal askar kimlarlar shunda aytadilar. Ya'ni hamma vazifani o'zi atadon. Uning xodim bilan stabillikka menimcha erishib bo'lmaydi. Buning narsa kerak qachon kimdir komandaga yoki bir o'zi proyekt olib ishlayacak bo'lsa boshында.
birinchi yoki uzoq bilan ikkinchi oyida o'zi shunday bo'lsa, bozorda tez ish topib, tez pul topib ketish ehtimoli baland bo'ladi. Lekin keyinchalik uzoq muddatli narsada ishlamaydi bu narsa. To'g'ri. Lekin menga shuni aytasim keladi, shu yerda aytmasam bo'lmaydi. Ustoz to'g'ri maslahat bergan-da. Ustoz deb turgan sabab o'zim ham datada o'qiganman. 20-yilda menimcha. Gulxoya ustoz kursni bitirib olsam men proyekt olma deganman. O'zim marketing yo'nalishida o'qiyman. Shu kursda o'qib chiqdim. O'rgangan narsang ko'p, chalastirasan deganda shundan keyin shoir bo'lib ishlab boshlamiz. Lekin zo'r. Ustozni aytganim eslagan sababi shu 20-yilda hali endi esimga kirib ketgan vaqtda Rossiyadan $3000 kurs o'qib o'raldi marketing bo'yicha. Ko'proq bo'ldi. Shundan keyin o'zi görmedim az önce aytib turganman bilmem buni. Lekin zo'r menga marketingda qolishimga ko'p ta'sir etgan. Yana bir savol bor edi. In-house'dan outsource'ga chiqishning asosiy sababi nima sizda? EMC ni tashkil topishning asosiy sababi nima edi? Kompaniya tashkil etishning asosiy sababi nima bo'ladi? Foyda, daromad bo'ladi. Yana shaxsiy o'zingni prinsiplaring bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Hamma ish birinchi, ikkinchi o'rinlarda foyda daromad bor. Meni prinsiplarim bor bu yerda. Ya'ni men o'zim marketing agentство ochishni xohlaganman va o'zim o'xshagan odamlarni yonimga yig'nab turib, atib bilgan ishimni biznes egalarına taklif etib, shu orqali daromad ko'rishni xohlamanman. Nechun o'zingizga o'xshagan odamlar? Endi o'zi biznes egasi biznesmenni o'zini o'xshaydi-ku. Yanında odamlar ham o'zini o'xshaydi, ya'ni bilim taraflama emas, xarakter taraflama, intelligensiya shunday. Ba'zi o'zim maqtash bo'lib ketadi bu yerda. O'tgan podkast birinchi sonda boshqacharoq gap Yo'q. lekin. Ya'ni birdan agentlar, ikkidan rozvoy kerakmi? Bilim taraflama emas degan gapni shuncha aytib turibman. Bilim taraflama yangan bunga shunga to'g'ri javob turibman. Masalan, meni bir tarafim kuchli, Husniddinning boshqa tarafi kuchli. Meni komandamdagilarni har birisini har xil tarafi kuchli. Lekin harakati bir xil bo'lishi kerak-da, ularning prinsiplari o'sish kerak, yeb tashima shunday bo'lishi kerak. Ota o'xshaydi. Ya'ni o'lik qancha ishlaydigan otdan tuyalar bor, o'zini qachon dam olishini bilib, asta-asta ishlab yuradi. Ot shuning uchun sahroda yurib bilmaydi. Sahroga chiqarsangiz, ishlab xorganni bilmay o'lib qoladi. Endi bilmadim. Nega boshqa qarab, inchik yo'lda yurishga qarab, to'g'ri ulov tanlash ham kerak. To'g'ri. To'g'ri yo'l va to'g'ri ustoz. Yo'q, ustoz tanlash zo'r. Ustozni Ko'p narsaga zo'r to'g'ri tanlash, ko'p narsaga sizni iminingdan tramplin bo'ladi, bunday ushur beradi. Shu narsa ustoz bo'ladi. Ustoz yo'qmi, ustoz shaytondir deydi. Shuning uchun har bir sohada o'zining ustozi yoki ideal deb bilgan odam bo'lishi kerak. Ya'ni bu odam sizdan bu narsani qilib ko'rgan va bosib o'tgan bo'ladi u yo'ldan. Sizga shunday tavsiya beradi, shu imbeda dosh bor, imbeda nima chuqurlik bor, tushib ketasan degan narsani aldan aytib tursa, sizning yurishingiz tezlashadi va samarali bo'ladi. Ustoz deb atalinishi sababi shuda. Ustoz yo'llar va yerlarni qisqartiradi deb shuning iqtibos bordir. Ya'ni ustozning o'rni aytilib o'tildi, ustozlarning o'rni ta'kidlandi. Keyingi masalan networking bo'ladi. Sohada rivojlanish uchun, loyihalar olish uchun yoki bo'lmasa yangi yo'nalishlarda, yangi qirralarda o'zini sinab ko'rish uchun. Networking siz uchun tushuncha boshqa shuni bilib olaylik. Men hozir bu yerda aytib turgan networking sohadagi mutaxassislar yoki soha vakillari bilan aloqalarni nazarda tutibman. Ya'ni misol uchun men SEO menejerman va boshqa SEO menejerlarda proyektlarda nima gap so'zlar bo'lib turibdi, bozor tendensiyalari chiqib bo'lib turibdi, mijozlar bilan ishlashilganda taktikalar qo'llanib turibdi yoki bo'lmasa dogovorlar nechta o'zgarib turibdi degan narsalarni nazarda tutib, shular haqida ma'lumot olmoqni nazarda tutib. Bizlar networking kerakmi, kerak emasmi degan fikr bor. Yo'q. Networkingning ahamiyati qanchalik degan narsada turibdi. Saningcha networkingning ahamiyati? Networkingning ahamiyati o'zi networkingni sal tushuntirsak. O'zi networkingda men shuni deb tushunaman, men tushuncham. Ya'ni soha bo'yicha, misol uchun marketing sohasida networking deyilgan. O'zi networking umumiy tushuncha. Misol uchun men kimdir, misol uchun hozir zo'r bir rejissor bilan tanishsam, one networking, lekin
bu boshqa yo'nalish. Va media marketing bo'yicha kimdir bilan danishsam, sohamdagi mutaxassis bilan danishsam, u soha bo'yicha networking bu kerak. Ya'ni aytganingizdek, bozor tendensiyalari o'zi siz girmagan yo'nalish bo'yicha shunday odam bilan danishsangiz, ya'ni bu odam shu yo'nalish bo'yicha ishlab turibdi. Shu odam bilan danishsangiz, gaplashib ko'rsangiz, sohaga kirishdagi misol uchun qiyinchiliklar yoki qandaydir bir yo'llarini aytib qo'yishi mumkin suhbat orasida yoki o'zi tavsiya berishi mumkin bo'ladi va qandaydir bir yerida siz shu xizmatingiz uchun narx belgilamayman degan bo'lsangiz, bu odam sizga bu etapda o'tgan bo'lsa, narx belgilashda yoki umuman shu yo'nalishdagi biznesmenlar bilan qanday qilib suhbatlash kerak, qanday qilib dogovor qilish kerak, shu narsalar bo'yicha maslahat berib biladi va sizni shu yo'nalishga kirib ketishingizni tezlashtiradi va qiyinchiliklarsiz kirishingizga menimcha yordam beradi deb o'ylayman. Va eminlikdan danishi ko'p odamni jamiyatga foydasi ko'p deydi deydilar. Shuning uchun danishingiz ko'p bo'lsa, o'zingizni jamiyat deganda endi bu yerda marketing bozorini olsak, foydasi deydi. Networkingni men o'zim shaxsiy fikrimcha katalizator sifatida ko'raman. Ya'ni prosesni tezlashtirib beradi. Misol uchun, biror muammom bor, bu narsani yechimini bilaman. Lekin bu narsaga yechim berib beradigan odamning kontaktlari bor. Insondan nomini so'rasam, men uchun yo'q demaydi. Nechun deganda, men ham unga qandaydir manfaat berib bilaman. Ya'ni bu yerda manfaatlar almashadi. Manfaatlar ustuna quriladi networking. Misol uchun, men hozir shaxsan o'zim biror bir ishni qilib bilmasligim mumkin, lekin media marketing sohasida любой ishni 12 soatda qilib bera oladigan yoki bo'lmasa 12 soatda ustidan chiqadigan komandadoshlarim yoki bo'lmasa jamoadoshlarim yoki bo'lmasa soha mutaxassislarim bilaman. Sotuvda problemasi bormi? Sotuv roblarni bilaman. Sotuv menejerlarini bilaman. SEM bo'yicha mediasida ishlash kerakmi? Yaxshi operatorlar edi, yaxshi montajyorlar edi. Kim 7/24 xizmat ko'rsatib biladi. Soat kechki 3da kim bilan syomka etsak bo'ladi degan narsalarga yechim berib bilaman. Ya'ni networking deganda men asosan shu narsani nazarda tutib. Prost tak danish bilish. Qandaydir kimnidir muammosini hal qilasiz, sizdan muammolaringiz hal bo'ladi, uni qo'ldan keladi. Bu danish bilish networking. Ishing telefonda bitirasiz. Shu narsani marketing hozir Xorazm sharoitida o'rni zo'r, masalan, o'rni katta, qaysidir loyihaga hojat bo'lsangiz, avval ishlashga bu odamlarni narsalardan ishlashib turibmisizlar hozir. Kimlarni bilasizlar? Kimlar bilan bunday aloqalaringiz bor degan narsalar. Men buni yiroqdaman networkingdan. Endi danish niyatim bor. Asta-asta xudo xolasa. Qarang. Networking kerak. Networking yaxshi, networking zo'r. Meni o'zimning soham bo'yicha hamma taniydi. Men Xorazmda hamma o'quv markaz direktorlarini shaxsan taniyman. Masalan, men o'zim marketingni 4 yil nerda ishlashgan istasa ta'lim sohasidan chiqqan bo'lsam, hammasi bilan shaxsan danishman va qandaydir yordam berganmandir balki, yoki bo'lmasa gaplashgandirman. Prost soha bo'yicha network marketinglar prost men danimas edim ta'lim sohasida. Ta'lim sohasida. Ta'lim sohasida shuni aytib turman. Bo'lsa ular bilan ham danish bo'lar edim, chunki men duch kelmasligim iloji bo'lmagan ta'lim sohasida marketinglar bilan. Keyin hozirgi danli momentda men networking jihatdan aynan marketinglarni ham ko'psini taniyman. Sani emas, Husniddin taniymiz-ku biz. Boshqalarni ham taniyman shunday. Lekin hech qanday manfaat olmashmanman hech kimdan. Yordam ham olmaganman. Yordam berganmiz qat'iy? Yo'q, so'ramaganlar mendan hech narsa. Yordam so'rasizlar, ochiqmiz yordam berishga. Ochiqman, doy. No bo'yicha yordam. Production komandam bor esicha. Undan tashqari menda yordam berib turadigan narsa kallam bor. EMC marketing komandasi xizmat ko'rsatadigan istalgan yo'nalishlarda ro'zbo'y o'qitamiz, istalgancha yordam so'rash imkoniyatlaringiz mavjud. Paydo bo'ldi hozirda. Qandaydir manfaat ustidan qurilgan bo'ladi. Manfaat bo'lmasa ham, masalan, bizning kompaniyada HR, EMC sotuv, EMC marketing, EMC production degan bo'limlar ochilib, har birisidan birdan rahbar qo'yilib, har qaysi отдельный bo'lingan-da. Kimgadir marketing agentligi bo'lib turib, reklama emas lekin bu, tushuntirib ketaylikmi? Production qismida, HR qismida xodim kerak muammo bo'ladigan bo'lsa, aytsalar, beminnat, bexijolat yordam beraman qo'ldan kelsa. Men Ro'zboydan farqli ravishda Ro'zboy o'zi ham aytdi-ku boshida, sal introvert odamman dedi. Menda sal boshqacharoq. Menda odamlar bilan danishib, suhbatlashish va ular bilan fikrni bilish menga qiziqarli. Men ko'pchilik bilan danishman Xorazmda.
Shuning bunday narsa yo'q edi, hali endi boshlandi Xorazmda. SMM marketingdagi shu mutaxassislar bilan уже klublar tuzilib boshladi. Bitta ikkita уже uchrashuvlar bo'ldi. Rozbayni guruhga qo'shildim, quvondim. Keyingi safarlarda Lekin boradi. shu narsaga dim 100% oddiy shu yurakdan quvondim. Guruhning ichiga girsam butun zo'r odamlardan o'rgansa bo'ladigan bir narsani. Keyin guruhga qo'shildim. Bu yerda gaplar ham normal, gaplashib turgan temalar normal. G'iybat yo'q guruhda. Endi shu narsani aytib o'taman. G'iybat yo'q, tahlil bor. Shu o'tgan uchrashuvda Rozbay bormadi, keyingisini ko'radi. Shu SMMni yuritib turgan, marketingni yuritib turgan odamlarni bir proyekt olindi. Misol uchun o'tgan uchrashuvda 2-3 odamniki tahlil qilindi. Misol yuritib turgan proyektini olindidan. Bu narsa zo'r. No ish qilib tursan. Ya masalan Instagramda ko'rib turib, sen IB ishlatib tursan, bu yerda bunday xato emasmi? Hamma taraflama, misol uchun shu o'zini yo'nalishini to'g'ri kelish taraflama, kontent jihatdan, bu yerda dunyoviy nalar ham bor. O'sha hamma jihatdan tahlil qilinib turibdi. Bu narsang xato. Odamlarning immuniy fikr shakllantirib qo'yishi mumkin. Buni o'zgartirish kerak degan narsalar. Komandaviy fikrlash yaxshi baribir. Shunday razborlar bo'ldi, xudo xolasa, keyingilarida ham hali zo'r narsalar qilinadi. Bir kalladan ikki kalla yaxshi degandek, ko'chadan hit yemasdan hitlarni alidan to'rlash mumkin-da, zo'r narsa. Keyin temadan uzoqda lekin bir gap aytib ketchakman. Temadan ofsiyata yo'q. Ya'ni biznes egalari yana aytdim-ku, komandang barib o'tirmaydi deb. Shu yerda yana bir muammo o'tiribdi. Sen o'zing ko'p fokus qaratmaysan dedilar. Lekin meni fokus qaratishim minus ishlaydi-da biznes egalarini. Chunki meni yaqindan biladiganlar biladi, men вообще-то SEO'ni tushunmayman-da. Meni komandamdagi bolalar hammasi o'zini yo'nalishi bo'yicha mendan zo'r. Men aralashdimmi, demak, o'zim bilan bir EMC'da akkaunt boshini yuritaman, ishonmasangiz girib ko'ringlar. Hatto biolar ham yozilmagan. Qandaydir vaqtlarda bilgan bo'lishim mumkin. Hozir chiqib ketganman-da. Qandaydir SMM proyektlar ham aralashishim xato yo'nalish baravar. Menda professionallari bor. Shular aytib tursa, yo'q, sen keraksan. Men yeb qo'yaman ku yerda. Nega kerakman? Deyasim keladi-da, shuni hozir aytib berdim. Eshitib turolmasangiz, shuni deyasim keladi, yeb qo'yaman men. Undan tashqari Husndan aytib o'tilgandan qo'shimcha qilajak. Ya'ni tahlil qilinadi, tushuntirishlar beriladi, karyeraviy o'sishda katta turtki bo'ladi. Avval Xorazm bozorida bunday narsa bo'ladi endi. SMM menejer birdan loyihani bulashtirsa, oti tez tarqab ketadi. Endi xuddi shu narsa biznesmenlar kesimidan bo'ladi. Misol uchun qaysidir biznesmen dunyoviy qarashlari yoki bo'lmasa qaysidir qarashlar to'g'ri kelmay qoldi, shu SMM menejer boshqa SMM menejerlarga ham shu narsa bo'yicha yo'l yo'riq ko'rsatishi mumkin. Misol uchun, u inson bilan ishlashni tavsiya beraman, ishlashmay qo'yaver. Yoki bo'lmasa hozir ishlab yurgan yo'nalishing zo'r. Avval misol uchun biz aytaylik, ishim yaxshi etsang, boshqa birovga tavsiya etaman, yomon etsang tavsiya eta olmayman. Xuddi shu narsa. Endi biznesmenlar kesimida. Ishing yaxshi bo'lsa boshqa SMMchilarga tavsiya etaman, bo'lmasa boshqa SMMchilarga tavsiya etmayman. Ha, shu narsa. Shu tarafdan zo'r bo'ldi deb bilaman. Bozorda SMM menejerlar yoki bo'lmasa marketing sohasida odamlar tomonidan chiqtir kamchiliklar yoki bo'lmasa bozorda qanday bo'shliqlar mavjudmi? Bo'shliq bor. O'zi marketing misol uchun Xorazmda yangi-ku, to'g'rimi? Yangi da turmiz, ya'ni buni ommaviy ravishda o'rganilish va ommaviy ravishda uni faoliyat yuritish bo'yicha yangi. Hali 4-5 yillarda uni emas edi-ku. Shuning yangi soha bo'lganligi uchun sohada bozorda yetarlicha mutaxassislar kam. Bor mutaxassislar yaxshilari bor, lekin bularning soni kam-da. Ya'ni ularni yetishtirish kerak. Necha bo'ladi desa, men o'ylayman, birgina yo'li shu shogirdlik orqali. Ya'ni qandaydir bir kursda 2 oy, 3 oy o'qib, yaxshi mutaxassislik darajasiga chiqish qiyin. Yoki qaysidir bir proyektda borib, in-house'da ishlab, bu yerda shu bo'limni rahbaridan yoki biznes egasidan bir narsani o'rganib rivojlanish mumkin, yoki shu sohada yurgan qandaydir bir marketologga, shuning komandasi bor odamlar shogird tushib, o'rganib, keyin уже o'zining xizmatini boshqa yerda ko'rsatsa bo'ladi. Aynan shu bo'yicha hozir men o'ylayman, PMlikda bozorda nima bor? Bo'shliq bor. Men o'zim ham shu PM bo'yicha PMlik lavozimini odam kerak-da. Savolni yana bir aytib bering.
hozirgi vaqtda ko'tarib turgan Tema bor. trenddagi gaplar. Tamam. SMchi o'zini ishini bilsin, sotuvni aralashmasin yoki bo'lmasa sotuv alohida, marketing alohida degan narsalar. Sotuv bölümü bilan marketing bölümü bölüm jihatdan alohida ikki dona bölüm. Lekin maqsad jihatdan bir. O'zi hamma bölümni maqsadi kompaniyani rivojlantirish, kompaniyani rivojlantirish uchun mijoz kerak. Mijozni marketing bölümü jalb etadi, sotuv bölümü sotadi. Aslida hammasi jalb etib, hammasi sotadi. Lekin asosiy pulni qo'lga oladigan bölüm, yig'ib oladigan bölüm sotuv bölümü. Bu degani sotuv bölümü kompaniyada mijozlari faqatgina pul tushiradi deya emas. Chunki uning uchun lead kerak. Buni hamma biladi-ku, bazaviy narsa. Lead kerak, keyin sotuv bölümü sotish kerak. Shuning uchun bular ikkisi bir vaqtning o'zida farqli bölüm, lekin bir maqsadda ishlab turgani uchun birga ishlashi kerak. Shusiz iloji yo'q. Sotuv bölümü qandaydir maqsad marketing sotib etib biladi. Men buni avval ham aytganman, masalan, kerak bo'lmasa faqatgina call center orqali lead etkazsa bo'ladi. Endi shu yerda detalni giradigan bo'lsak, call centerni berib turgan offerlari marketing bölümü yo'q. Lekin marketingni offer deb qaraladi-da. Sotuv bölümü alo deb telefon berib aytib turgan gapi marketing bölümü tomonidan berilishi kerak. Lekin shu yo'q bo'lib turib sotuv bölümü aytsa, bu yerda marketing degan narsa yo'q deya emas-ku, bölüm yo'q deya. To'g'ri. Shuning uchun Ya'ni o'tgan safar aytilgandek, odam bo'lmog'i bilan ish qilinadi. Ava, ishi qilinadi. Marketing bölümünü ishini sotuv bölümü qilishi mumkin, xodim kam bo'lsa. Shunday voqealar ham bo'lib turdi Xorazmda. Marketologlar chiqib turib aytib turibdi, $150,000 yo'q, 150 million so'mlik sotib etganman bir oyda. Bu bölümde yo'q, bu korxonada sotuv bölümü yo'q. Bo'lgani uchun shunday turibdilar. Lekin sotuv bölümünü ish etilgan bu yerda. Marketologlar tomonidan yoki xodimlar tomonidan sotilgan pul yig'nalgan. Yig'naganda biznes egasi shu pulni yani mijozdan gaplashib olgan bo'lsa, sotuv bölümünü ishlar etilgan. Biroq sotuv bölümü yo'q. Qandaydir sotuv bölümü rahbarlari va roblar chiqib turibdi, men marketingsiz 500 million so'm pul tushirdim, 1 milliard 7 milliard pul tushirdim deb turibdi. Bu yerda marketing bölümü yo'q bo'lishi mumkin, lekin marketingni ishlar etilgan. Tadqiqot etilgan, og'riqlar topilgan, offer berilgan. Shu ishlarni marketing bölümü etish kerak. Yo'q bo'lsa ham etilgan marketing jihatdan. Lekin sotuv bölümü etgan. Shuning uchun uni ajratib bo'lmaydi. Ajralgan taqdirda ham u yerda marketingsiz ish etdim, marketologsiz ish etdim deyish to'g'ri, lekin marketingsiz ish etdim deyish xatoda. Shunday. Bu yerda aytilgandek, marketing bölümü yoki marketolog bo'lmasa ham marketing ish qilinadi deyildi-ku. Bu ishlarni vaqtinchalik agar shu bölüm yoki mutaxassis bo'lmasa, biznes egasi shu sotuvchi, shu tarafdan yordam bergan bo'lishi mumkin. O'zi aytiladi hamma eng zo'r marketolog biznes egasi deb, to'g'rimi? Aynan shuna bo'yicha. Kompaniya ochilgandan marketing, sotuv, HR, moliya bölümlari bo'ladi, lekin ularda xodim bo'lmaydi. Shunday. Biznes egasi yordam bergan bo'lishi mumkin. Bu narsani Ro'zboya men ham balki siz ham aytgandirsiz. Ya'ni marketing yuritib, marketologning ishini aytib, lekin sotuv bölümisiz, sotuvchilarsiz sotuv qilgan holatlar kuzatilgan. Ro'zboya men o'zimda ham. Lekin bu narsani shu narsasiz aytdim deb chiqish xato. Bu narsalar aytilib turgan bo'lishi mumkin. Ya'ni aytdik boshida upakovka deyildi-ku. O'zining upakovkasi xato, ya aytmaydilar deyildi. Shu narsa uchun aytilib turgan bo'lishi mumkin. Yana shunday bir xod qo'yib ketish kerak. Ya'ni so'zda ham kimdirni faoliyatini yoki kimdirni ishini hech qachon zarar bermaslik kerak. Shuning yordamida yoki qandaydir bir tavsiyalar bilan degan gaplar bilan qo'yib ketish kerak. Yoki bo'lmasa sotuv bölümisiz emas, sotuv menejerisiz deyish mumkin. Sotuv bölümü vazifalari aytilgan-ku, uncha sotiladi sotuv bölümisiz. Endi sotuv bölümü rahbari bo'lib turib, sotuvsiz bizlarni bölümsiz sotib etib bo'lmaydi deyish ham xato bo'ladi. Chunki shu odamsiz etilgan o ish. Lekin bu odam yo'q bo'lmagan bölüm bo'lgan edi. Sotuv bölümida ishlar etilgan. Gapim chalgach ketib tushunmagan bo'lsangiz mumkin, 2 marta ko'ringlar, qaytib aytaman. Ya'ni biznesdan kelib chiqib ham ba'zi holatlarda optimal variantda ishlashga to'g'ri kelib qoladi. Qaysidir holatda sotuv menejerini alohida lavozim ajratib qo'yish xato bo'ladi. Xarajat sifatdan ko'proqqa tushib ketishi mumkin yoki bo'lmasa marketolog tutib qo'yish xato bo'ladi. Misol uchun ba'zi loyihalarimizda misol uchun reception o'zi call center vazifasini bajaradi. Yoki bo'lmasa
birdana reseptionda xodim call center vazifasini ham bajaradi, keyin hostess vazifasini ham bajaradi, receptionni ham bajaradi, yo'naltiruvchi vazifasini ham bajaradi. Ya'ni ba'zi bir bizneslarda, kichik biznes bo'ladigan bo'lsa, ko'p hollarda optimal variantda ishlash kerak. Ya'ni bir odam 2-3 yo'nalishni, vazifalarni bir vaqtning o'zida qilishdan to'g'ri keladi. Bu narsa tadbirkorga yoki bo'lmasa shu biznes egasina xarajatlarni qisqartirish, xarajatlarni optimal variantda saqlab turishga yordam beradi. Shu savollar endi shu muhokamalar men o'zimni oxirgi gapim bo'ladi. Bu ikki bo'limsiz hech qachon kompaniya rivojlanolmaydi. Misol uchun sotuv bo'limi marketingsiz faoliyatini bajarishi mumkin, lekin samarali bo'lmaydi. Marketing ham sotuvsiz qilishi mumkin, sotuv bo'limisiz. Ya'ni sotuv bo'limining ishlarini qilib, lekin u samarali bo'lmaydi. Har kimni o'zini qiladigan ishi bo'lishi kerak. Aynan shu meni Mumida 2,5 yillik faoliyatimda shunday bo'lgan. Amerikadan tushadigan leadlar bo'yicha, misol uchun lead tushirar edik. Boshdagi davrlarda o'zini bir yo'nalishi bor bo'lgan bola qo'shimcha biriktirilgan edi leadlar bilan gaplashish. Bu narsa o'zini ta'sirini ko'rsatmay qolmagan, ya'ni o'zini asosiy ishi bor va qo'shimcha ish leadlar bilan gaplashish kerak. Kompaniyaning offerlarini biladi, takliflarini biladi. Qachonki u bo'sh vaqti bo'lsa gaplashilgan. Boshdagi davrda. Endi hozir уже 1 yil bo'layotir, sotuv bo'limi ham уже qurilayotir va ya'ni sales va recruiting team. Yani marketing bilan bir ishlaydi, marketing bilan bir xonada o'tirib ishlanadi va misol uchun meni aytib turgan ishimdan ular xabar bo'ladi, ular aytib turgan ishdan men xabarim bo'ladi. Ya'ni lead tushirib turgandan keyin inchik lead tushirib turganini va qanday tipdagi driverlar yozib turganini men bilaman. Va sotuv bo'limidan tizib beraman. Bu immuniy odam imlab gaplashish kerak. Yo, immun narsani xohlab turibdi. Shunga qarab, misol uchun sotuv bo'limidagi bir yerda bo'lsa, sotuv bo'limi bilan marketing bo'limi, misol uchun bu lead bilan imlab gaplashish kerak. Agar shunga imkoniyat bo'lsa, bu odam bilan immuniy narsani taklif berish kerak degan tizimlar berilib, yaxshiroq ishlanishi mumkin. Marketing bo'limi berib turgan offerlardan sotuv bo'limi foydalanish kerak. Shunday. Xabar bo'lmasa, ikkisi ikki xil gaplab yotsa, уже u brend nomidan ketib turgan message, u zarar reputatsiya. Kompaniyani nafaqat ikki, boshqa hech qaysi bo'limni ajratib bo'lmaydi. Kompaniya bo'lgandan keyin narsa bo'layotganda 4 bo'lim bo'ladi, xodimlari bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun kompaniyani boshda ochgan vaqtida o'rga model degan narsa bor, shuni tuzib olish kerak. Masalan, kompaniyani ochdim, o'zim borman. Lekin o'rga modelimda hamma bo'lim, hamma xodim va har bir ishni kivatirish yozib chiqish kerak, agar hamma ishni o'zing yatadan bo'lsang ham. Ya'ni kompaniya 4 bo'lim boshliqlari va uning xodimlari. Prosta kompaniya endi ochilgan vaqt hammasini o'zingiz odingiz bo'ladi. Kengayib boshlagandan keyin asta-asta o'rni qo'yiladi u yerda. O'zi bo'lmasam o'rni bo'ladi. O'rni ham bo'ladi va u ish atilib turadi. Kimni qaysidir bir odam aytib turadi shu ishni. Hozirgi keyingi planlarda masalan kerak-ku sanday odamlar shayra bir kurs bir narsa qara yo shogirt chiqarajakmisan, planing bormi shunday? Kurs aytish plan yo'q, lekin shogirdlik qilib, misol uchun mana eldimdagi bir 6 oy uchun 3 dona odam kerak ekan marketing komandama. Kimdir content manager, kimdir misol uchun ham PM'lik, kimdir yana navga javob beradi. Misol uchun sotuv bilan ishlash, leadlarga javob beradigan odam kerak bo'lsa, men shogirdlik ataman o'zimga dastur sifatida. 2-3 oylik, hali plani yo'q, prosta aytib turman, 2-3 oylik qandaydir bir yonimda yurib, o'rganib, ish bilan tanishib, shunday ishlab qolish bo'yicha shunday dastur qilishim mumkin, lekin aynan kurs ochib o'zimni 18-potokma start berdim. Menda 1000 ga yaqin o'quvchilar уже natijaga erishgan, 1000+ o'quvchini $1000 daromad chiqardim degan gaplar bo'lmaydi. Bu o'quvchim kursning o'rtasida 6 ta proyekt oldi. Akasidan mashq berdi degan gaplar bo'lmaydi-da. Endi hozir biz aytib turibmiz, o'zi bozorda bu narsa soha ichida yurganlar normal urovendagi SMM manager marketinglar gulgul eshitiladi, lekin buning holat bo'lgan ham yaxshi. Ya'ni boshda aytdik, 0 bola yoniga kelgandan ko'ra, hech bo'lmasa content, Instagramdan post qo'yish, story qo'yish yoki contentni turini sal bo'lsa ham biladigan bola kelgani yaxshi. Bu jihatdan yaxshi, lekin odamlarni oldida buni tirib bozorni saviyasiz nalar bilan to'ldirib tashlash xatodan. O'zi kursda yilda
bir yoki ikki marta qilinishi kerak men o'ylashim bo'yicha. Shu narsaga nechikdir men qarshiman. Qara, endi bozor o'zi u narsani o'zi natib qo'yadi, to'g'rilab qo'yadi, o'zi tartibga keltirib qo'yadi. O'zi bozorda talab, taklif, Yo'q. bozordan ko'p edi, hukm Men bu odamlar tarafdan qarshi emasman. Nechik muammo o'tiribdi qarang. Nol odam kelsa bir narsani o'rgatish oson, to'g'rimi? Lekin shu saytda turgan ayrim odamlarning kursini o'qigan odamlar kelsa, boshda bilgan narsalarni yodindan chiqartirish kerak, keyin o'rgatib boshqasi joyga o'tirdi-da. 2 marta qiyin o'tirdi bu. Aynan men o'zimda uning odam kelmayapman, balki men shuncha xato fikrlab turgandirman. Yo'q, fikring xato emas. Ya'ni kontent rejani tuzishni o'rganib kelsa zo'r. Lekin shu o'rgan vaqtda nima uchun tuzilishi kerakligini ham o'rganib kelish kerak-da. Asosini bilish kerak. Avval hozir kelib turibdilar, yana ham aytaman-da shuni. SMJRsan, avval qaysi tarafing ishlasa, syomkam deydi. Keyin uni men syomkasini yodimdan chiqarishim kerak, syomka etish qobiliyatini. Keyin ish qilib, gap. Ya'ni bilgan narsalarni kellasini udaltatib, nolga tushirib turib, keyin noldan chiqarish kerak o'tiribdi-da. Undan ko'ra uchun nol odamni o'qitgan yaxshi deb o'tiribdi-da, ammo. Keyin yana bir savol meni qiynaydi, ko'p vaqtdan beri qiynaydi. Misol uchun, loyihalarimda men odatda ikki tomondan rozi qilib chiqib ketaman. Ya'ni biznes egasi bilan rahmat siz bilan zo'r ishlashdik, shu o'rnachidan kelganimizdan mamnunman, sizdan ko'p narsa o'rgandim, qo'limdan kelgan ishni qildim, mendan kamchilik o'tgan bo'lsa rozi bo'lasiz degan vaqtimda ko'pchilik aytadi, o'rniga bir odam taklif etib ket yoki bo'lmasa o'rniga odam topib berib keyin ket. Ya'ni tomshdo sen ketadigan bo'lsang, sen ishing bajarilib tursin. Sen yo'qlang, men og'irligi tushmasin degan narsa. Ikki loyihada shunday bo'ldi. Ketma-ket shunday bo'ldi. Qisqa muddatning ichida odam yo'q. Odam yo'q? Mutaxassis yo'q. Misol uchun obeti beriladi, puli yaxshi to'lanadi. Misol uchun chiqadi. Misol uchun falon potok o'quvchim chiqdi, tugan potok o'quvchim chiqdi. Yani Husnida aytgandek, shuncha kadr chiqib turibdi, nega ketib turibdi? Kursini 2-oyindan ishlab boshlayotganlar nerede? Ya şu derece defitsitmi? Ya vaqt kelganda odam topib bo'lmay qoladi-da. Bitiruvchilar ko'p, hamma ishlab yotgan. Ya mediada chiqib turib, men falon million so'm topaman yoki bo'lmasa falon dollardan falondan proyekt olib qo'yibman deganlarga qarab ishlab yuribman deyish uchun, masalan, kredit olish uchun ham plastikni 6 oy oborot aylangan bo'lsa kerak-da. U ishlab yuribman deyish uchun ham 6 oy kamida ishlash kerak qaysidir ishda. Men hozir SMMda o'rganib chiqsamdan 4 dona proyektda $1000 gaplashsam, lekin qo'lima qandaydir $4000 pul olmadim. Ertaga men ustozim kelsa-dan yanima, necha so'm pul topib tursan desam, men $4000 deb aytib bilmasligim kerak-da. Ya'ni men 4 dona proyektda $1000 olib qo'yibman, nazariy jihatdan $4000 topaman, to'g'ri. Lekin uni bir marta ham qo'lima olib ko'rmadim. Bir marta olib ko'rgan bo'lsa ham, ikkinchi oyinda sen bilan ishlasham. Shuning uchun ham kredit oljakda ham aytgandim, 6 oylik tarix so'raladi-da. Shunday. Ishga girish oson, lekin hozir borib turib kursda 2 dona proyekt olishni instrumentini o'rgatgan bo'lsa ustozim, men sizga 15 video chiqaraman, zo'r o'qitasiz, o'ldirib tashlaman. Husniddin, nega hozircha so'm topib tursiz, 50-200 ataman desam, men $2000 ishim sotib bilaman. Dan keyin intervyu ham berib bilaman, men $2000 proyekt oldim deb. Qo'shimchasida ishga kirish masalasida. Marketing, media sohasida ish topishdan oson narsa yo'q. Yo'qotishdan ham oson narsa yo'q. Yo'qotishdan ham oson narsa yo'q. Nima uchun deganda birinchi uchrashuv, birinchi hissiyot oxirgisi deydi. Shu narsa bilan ishni olishingiz mumkin. Lekin ishni davomiy olib borish uchun, davomiy tushum bo'lishi uchun rezultatingiz ham gapingizga javob berish kerak.